Parvina Tolibjonova Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti fizika fakultetining 2-bosqich talabasi. U fizika ilmini puxta egallash bilan bir qatorda badiiy asarlar ham o'qib boradi. Ayniqsa talabalar hayotiga oid she'rlarni o'ziga xos maroq bilan o'qiydi. O'zbekning yomoni bo'lmaydi deb nomlangan to'plamdan o'rin olgan hozir bir ajoyib she'rni avvalo sarlavhasini aytib, keyin qolganini o'qib beradi. Marhamat Parvina qizim. Ustoz va talaba hangomasi. Ustozning mard nasihatin olmas ba'zi talaba, tezkor ish qilganini o'zicha der g'alaba. Oshkoralik deb qo'yadi yuzga chapar bo'lsa kim, ustozi haq gapni aytsa o'tira olmas aslo jim. Mahmadona bir talaba ustozni mot qilmoqchi, yoshligidanoq qandoq bo'lgan endi shuni bilmoqchi. Ma'zur tuting debdi dangal, qilmasdan hech yuz qotil, ikki og'iz gap so'rasam demangda og'zi botil. Talabalik yillaringiz qilganmisiz xato, biroz dastga kechikibroq kelgandirsiz o'goho. Kechikkanman debdi ustoz rostdan olib bo'yniga, arqoni uzun tashlab talabasini bo'yniga. Qattiqqo'lroq edi ustoz, kiritmasdi darsiga, tarbiyasini to'g'ri anglab chidardi chorasiga. Imtihonda qayyum bilan olardingiz zo'r baho, savollar chigal bo'lib bilmay qolsangiz goho. Biroz no'noq talabalar bo'lgandingiz zahrmol, tanish bilish ketmasmidi, topmasmidi hech kim yo'q. Sen o'zingcha o'ylaysanki nozik joydan tutdim deb, shu yo'l bilan ustozimni endi gapdan yutdim deb. Imtihonda gar yiqilsak, shpargalka jonimiz bo'lgan edi tanish bilish, til topishgan onimiz. Qizlar bilan qay tarzda muomala bo'lardi? Yuragiga yo'l topsak, shundan ko'ngil to'lardi. Devorlarga rasm chizib ketganmisiz biron payt? Ikki ism bosh harfini devorga ham qildim qayd. Papiros ham chekkandirsiz? Demang savol qo'pqalat. Goho chekar edik biz ham, qilib ko'zni shamg'alat. Bayramlarda qittak otganimiz rost inib, endi ichganlarni ko'rsam qo'zib, qo'rqchinim. Muslashib ham qolgandirsiz, bezorni ko'rganda, ko'zimdan bir chaqnagandi, bir zang ko'rganda. Avtobusga pul to'lamay qochgandirsiz ehtimol. Bitta hujjat ko'rsatgandim, nazoratchi bo'ldilar. U tushungan odam ekan, meni mulzam qilmadi. Sariq chaqam yo'qligi uchun ustimdan ham kulmadi. Bo'lganmisiz danga so'roq? Shundoq bo'lib qolardi, o'lda-jo'lda ba'zi ishlar tilga g'ashlik solardi. Bu gaplardan talabasi g'olib sanar o'zini, ustoz esa salmoq bilan shunday aytar so'zini. Yoshlik kim uchun beboshlikdir, kim sho'xlikka qilgan chog', chunon ustozning aytganini qilmagan xor begumon. Ota gapi urishganin unoshi deb alqagan, odam bo'lmoq istaganlar odobini saqlagan. Ta'zim bajo aylab biz ham mana yetdik murodga, tarbiyani olmaganlar qolib ketdi uyatga. Rahmat.